Rossiyada ish qidirib yurgan aka opa singillarimiz ekran qarshisiga yaqinroq joylashib olamiz. Endi siz ish qidirmaysiz. Shunchaki mana shu videoni oxirigacha ko'ring. Bugun roppa-rosa 200 ta odam uchun 4 ta skaladga 50 tadan odam kerak. Ham erkak, ham ayol. Eng yaxshi tarafi ham Moskva, ham Moskovskiy oblast patenti bir xil o'taveradi. Kimda Moskva yoki oblast patent bo'lishidan qat'iy nazar bemalol ekrandagi nomerlarga telefon qilishingiz mumkin. Nimaga videoni oxirigacha ko'ring deyapman? Chunki 4 ta obyektda 4 xil usloviyasini aytib o'taman. Shuning uchun aralashtirib yubormasligingiz uchun videoni oxirigacha ko'ring. Qaysi biri yoqsa, o'shanga bemalol borishingiz mumkin. Demak, mana shunaqa ajoyib kayfiyatda sizlardan bir donagina like hamda kommentda omad zuhurdin so'zini yozib qoldiringlar. Bo'ldi. Videoni Moskvada yoki oblastda ish qidirib yurgan birodarlarimizga tezda yuborib qo'yamiz va videoni birgalikda ko'rishni boshladik. Moskva hamda Moskovskiy oblastida yurgan aka opa singillarimizga 3 oy bazada turadigan eng ishonchli registratsiya xizmati hamda deport zapret tekshirish kerak bo'ladigan bo'lsa, quyidagi ekrandagi raqamlarimizga aloqaga chiqing. Avvalambor assalomu alaykum. Zuhurdin Musafir kanalini kuzatib borgan aziz obunachilarimiz, hammalarga xayrli kun deb qolamiz. Mana bugun ajoyib ish usloviyasi butun Moskovskiy oblast territoriyasidan keldi. 4 ta katta skalad производствоlarda. Bez объем desangiz bez объем, объемga desangiz объемga. Xullas dokumenti bor odam borki, hamma mana shu videoni oxirigacha ko'rsin va ekranda chiqadigan nomerga hozirdan telefon qilaversinlar. Demak, birinchisini aytib o'taman. Bu ko'plik uchun aralashtirib yubormaslik uchun mana zayavkani o'zini yozib olganman. Demak, eng birinchisi skalad Lamoda. Bu stavka объемga, ya'ni bu yerda ish объемga 4000 rubldan 7500 rublgacha smenasiga to'lanadi. Yotoq, registratsiya, obed mutlaqo tekin. Bu qayerda joylashgan deydigan bo'lsalar, Sofinorda joylashgan. Ya'ni Moskovskiy oblast patenti bor, 18 dan 45 yoshgacha bo'lgan erkak, ayol hamma telefon qilaveradi. Lamodada chista ish объемga. Kim объемni xohlasa, пожалуйста, telefon qilib Lamodaga deyaverasizlar. Xo'p, ikkinchisi Детский мир skalada. Bilasizlar, Детский мир katta o'sha bolachalarning do'koni bor, a? Mana shu skalada bor. Shu skaladga ham stavkasi o'sha 7500 rublgacha kuniga smena yoziladi. Объемga bu degani. Ya'ni o'sha 4000 dan 7500 rublgacha. Bu Moskovskiy oblast Narofamинskda. Kim Narofamинskda bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon qilishingiz mumkin. Yotog'i, obeti, registratsiya, оформление hammasi mutlaqo kompaniya hisobidan. Ko'rabsizlar, yotoq, registratsiya, obed, borib kelish, forma, trudda dogovor, uydirmalar hammasi kompaniya hisobidan. Xo'p, endi bu ikkinchi skalad bo'ldi. Uchinchi skaladimiz endi bez объемligi. Konfetni upakovka qilish kerak xolos. Konfet upakovka qiladigan skaladimiz bu Stupinoda joylashgan. Stupino bu Moskovskiy oblastida joylashgan. Smenasi 3500-3800 rubldan bez объем. Ko'rabsizlar, bu yerda upakovka qilish kerak. Kim xohlasa, bez объемlik mana upakovka 3-skaladimiz Gorod Stupinoga borishingiz mumkin. Endi bu yerda ham yotoq, registratsiya, borib kelish, forma, obed tayyor kompaniya hisobidan, ya'ni mutlaqo bepul. Oxirgisi 4-skalatimizga keladigan bo'lsak, bu ayollarning kosmetika mahsulotini upakovka qilish, bu Gorod Chexovda joylashgan. Moskovskiy oblast bu ham. Bu yerda ham xuddi shunday bez объем ish, smenasiga 3500-3800. Undan tashqari yotoq joyi, registratsiya, borib kelish, obed mutlaqo tekin, ofitsialniy ish, trudda dogovor o'yinlarini kompaniya hisobidan. Ko'rasizlar, kompaniya qanchalik kattaligini, juda ham keng imkoniyatlarga ega ekanligini o'zingizlar tasavvur qildinglar. Hammasida oylik bir oyda 2 marta o'sha 10-25 chizsoda har hafta avansi ham bor. Kim xohlasa bez объемda ishlasin, kim xohlasa объемda ishlasin. Kim qaysi goroddaligiga qarab yaqiniga borishingiz mumkin. Yoki farqi yo'q, hammasida yotoq bepul ekan-ku, men объемga boraman Lamodaga yoki men o'sha bez объемga boraman deb bemalol ekrandagi nomerga telefon qilishingiz mumkin. Bu yerda asosan tojiklar, qirg'izlar, o'zbeklar, xullas esanga davlatlarni oladi. Tojiklar ko'p bo'lsa, tojiklar bemalol. O'zbeklar bo'lsa, o'zbeklar, qirg'izlar bo'lsa, xullas hammani, grajdanstvo bormi, RVP bormi, umuman farqi yo'q. Bemalol hamma telefon qilishingiz mumkin. O'z millat, dini, irqidan qat'iy nazar dokumenti bo'lsa bo'ldi. Yana nima ma'lumot kerak? Men menimcha ma'lumotlarni berib o'tdim. 12 soat ish, 1 soat obed. Ish grafiki ishga chiqqan kuningiz oylik yoziladi, chiqmagan kuningiz oylik yozilmaydi. Shtraflari o'sha ishga vaqtida chiqmasdan, narasheni qilmasdan yursangiz hech qanaqa shtraf bo'lmaydi.
Undan tashqari urishish, ichish, chekish, o'g'irlik qat'iyan taqiqlanadi. Bunaqa qolgan vaziyatda hech qanaqa shtraf bo'lmaydi. O'zingizdan o'zingiz kayfiyatingiz bo'lmay qolsa, ishga chiqmay qo'ysangiz, ana unda shtraf bo'ladi. Shuning uchun brigadir bilan o'sha joy boshliq bilan kelishgan holda ishdan dam olish kerak. Shuni tavsiya beraman sizlarga. Mana shunaqa bugungi ajoyib yangiliklar. Har bittasiga 50 tadan odam so'ragan, kamida 50 tadan. 200 ta odamga bemalol joy bor Zuhriddin dedi. Shuning uchun mana shu videoni maksimal tarqalish uchun maksimal darajada like bosinglar. Albatta kommentda o'zingizlarning fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Ish sizlarga ma'qulmi, ma'qul emasmi? Va videoni podelitsiya tugmasi bor, podelitsiya qilib qo'yinglar. Telegram, WhatsApp gruppalarga tashlab qo'yinglar. Inshaalloh Xudo xolasa shu videomiz orqali hamma o'sha musofirda aynan oblast territoriyasida dokumenti bo'lib turib ish qidirib yurgan akalarimiz zora ishli bo'lib ketsa. Inshaalloh Xudo xolasa biz harakat qilyapmiz sizlarga zo'r ishlarni chiqarishda. Sizlar bizga motivatsiya berib tursanglar, like bosib, podдержка qilib, kommentlarni yozib, videolarimizni tarqatib, obuna bo'lib tursanglar, bundan-da zo'r ishlarni albatta yana chiqarishda davom etamiz. Qolgan ma'lumotlar ekrandagi nomerlarga telefon qilib o'zingizlar uchun utashnik qilishingiz mumkin. Dokument yo'qlar, iltimos telefon qilmanglar ekan. Faqat dokumenti bor, oblast territoriyasida yurgan akalarimiz telefon qilishingiz mumkin. Va o'zingizlar uchun kerakli lokatsiyalarni hoziroq telefon qilib olishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, sizlar bilan har doimdek Zuhriddin Musofir bo'ldi.